Jisu, men kelib oldim O'zbekistonga, xavotir olma. Bu, gazni qarab o'chirmagan ekanman, bo'pti. Kiminaga solaman. Karantin qalay bo'ldi? Ishonmaysan-da, ishlagani ketib, bir kun ishlagani yo'qman. To'lkadan borish. Birinchi kunning o'zida ham yegarish sharasiga ketaverganman, pidel. Yolg'on gapirma, u sharshara Koreyada emas. Yo, seni ongingga shundan singdirishgan maktabda. Aslida Koreyani Pekin shahrida ekan. Men senga ko'rsataman. Mana fotofakt. Makiyaj kimi? To'poy montaj qilgansan buni. Qara montaj mana Kubl turibdi, ishonmaysan. Nima qilyapti bu dedi? Kubl ketmay qolganiga Niagara sharsharasiga borib sotishyapti ekan. Maymun biznesi bor-ku. Yolg'on gapirmagin. Sen sog'ib olib kelmading Koreyaga? Ha, kelganmi? Ha, ana Max senga. Menga? Arishga bu Behroz. Bu oddiy g'ish emas bu. Bu buyuk Xitoy devorini g'ishdi. So'rovdim, hammasi to'kilib tushdi, bittasini senga olib keldim, mozor bosdi. Koreyada Xitoy devori nima qiladi? Bitta sirda aytaman, meni qabul qilmaydi. Xitoy devori Koreyada ekan. Kim sen pisay uyimga keldi, ishonyapsan? Sanchiysan, ha, nuka, deydi. Ya, sanchi it, desa, qanaqasiga deyapti? Va xayolimga keltiraman. Qilarsan. Haqiqatni aytchi bizga. Haqiqatni eshitasanmi? Ha. Yur, boshqa joyda aytaman, bu yer xavfli. Aytchi. To'g'ri chiqib ish qolmas, hozir aytaman. Xullas Koreya boru, aslida Braziliya ekan. Ya, kasganga. So'kma.